Endi biz hozir Google akkauntimizni ichini nastroykalardan ko'rib chiqamiz. Google akkaunt. Shuni Nuriddin degan yuqorida yozib turibdi. Nuriddin 994 degan pochta. Endi bu yerdan qarasak, pastda Здравствуйте, Nuriddin. Keyin uning tagida управление аккаунтом Google degan bor. Shuna bosib kiramiz. Hop. Shuna bosib kirdim. Endi bu yerda nomer so'raydi. Указать nomer. Shu yerda chiqadi birinchi bo'lib. Chiqmagan bo'lsa, hozir nedan girishni ko'rsatamiz. Bu yerda безопасность и выход в аккаунт degan menyusi bor. Bunga kiramiz. Bu yerdan bu yerda nomer turibdi rezerv. Shuni qo'shsak ham bo'ladi. Hozir menda tasdiqlab bering dedi. Men отпечаткani so'radi. Telefonimni отпечатка qilganim uchun. Yana указать nomer. Bu yerdan hozir O'zbekistonni tanlaymiz. O'zbekiston sal pastroqda bo'ladi. Nomer 994 939. Далее. Сохранить. Bu yerdan buni сохранить etdik. Bu rezerv nomer edi. Endi hozir bu chiqib beradi. Endi shudan ham добавить резервный adres. Endi rezerv adres so'rab turibdi. Bu новинda bu. Bu yana shura безопасность выходga girsak, bu yerda rezervный adres elektronniy pochta. Bu yo'qotmasligimiz uchun zaxira pochtasi bu. Hozir men nomerni qo'shdim. Nomer SMS kelib qoladi. Yodimizdan chiqsa parolimiz, o'sha SMSga kod boradi. Rezerv hozircha qo'shamiz. Bu kerakmidi? Kartam kerakmidi? Endi личная informatsiya bossam, bu yerda rasm tanlasam bo'ladi. Birinchi menyusidan rasmimizni o'zgartirsak bo'ladi. Загрузить свое устройство o'rtadagini tanlasak, telefondagi rasmdan tanlab beradi. Сделать sнимок bo'lsa, kamerani ochib rasmni tushib berishimiz kerak. Ibandasi illyustratsiyani tanlasak bo'ladi birsini. Misol, bu yerda variantlar bor, har xil illyustratsiyalar. Bizlari shuni qo'yamiz. Kosmosni dalini bosamiz. Сохранить файл. Shu bo'ldi. Foto profili обновлено dedi. Endi bir nazar berib, bir obnovить bersak, shu pastga tortsam o'zi rasmi chiqadi bu yerdan. Yana bir chiqib boshdan giringani. Bitta chiqadi. Bu yerdan keyin qarang, telefonni qo'shdi, to'lingini qo'shdi. Til turga adresi bu yerda kerakli bo'ldi. Bu yerda ishimiz bitdi. Keyin безопасность выходga giramiz. Bu yerda shunda birinchi turgan двухэтапный аутентификация deganni yoqamiz buni. Shuna girdim. Bu yerda hozir отпечаткani so'radi. Shaxsingizni tasdiqlatib, bu yerdan ham ikonka chiqib turibdi, yangi logo. Bu yerda nomer, telefon nomeri ulangan, Google SMS ulangan. Bizlar endi ключи доступа, один ключ доступа degan bor ekan. Buni bosib ko'ramiz. Bizda to'g'ri pastda включите двухэтапную аутентификацию bor, siniy bo'lib turibdi. Shuni bosamiz. Endi kutib turamiz hozir. Endi ikki tanadan qo'ygan. Birinchisi уведомление от Google, ikkinchisi nomer telefondan готово. Уже bo'ldi yanda bu. Pastda turibdi. Hozir bosib berdim. Keyin bu autentikator degan bor shu. Buni pochtamizni boshda kompyuterda Google Chrome'da ochib olamizdan. Google Chrome'dan ish joyiga giramiz. Shu keyin ustuna bosamizda, u telefonda kompyuterdan bu yerda настройканы bosib, bizlarga QR kod chiqarib beradi shuni. Buni ham misol uchun men kompyuterda ochib turibman. Keyin bizlarga shu programmani o'zi kerak bo'ladi. Bu programma menda bayna autentikator shunda turibdi. Bunga bosib kiraman. Shu sırada pustoy chiqadi. Bu yerda pastda, o'ng taraf pastda yana plus bor. Plusni bosdim, bu yerda skanировать QR kodni bosdim. Yangi QR kodni endi kompyuterimizda chiqsa, shu kompyuterimizdan skaner etib beramiz. Boshtalgan pochtani qo'shish kerak. Keyin bu yerda narsa bo'ladi. Bu yerda bizlarga shunday одноразовый parol chiqadi, 6 xonali. 1 minutda o'zgarib turadi. O'ng tarafini qarasangiz, vaqti tam bo'lib qoladi. Hamma kodlar boshidan chiqadi o'zgarib. Buning uchun kerak bizlarga. Bu misol uchun pochtamizga kirgan vaqtimiz, Google Chrome'dan kirgan vaqtimiz, yo bo'lmasa boshqa telefondan qo'shgan vaqtimiz, parolimiz yodimizdan chiqib qolsa, boshqa girish yo'llari bilan girasan deb chiqarib beradi.
Şunun nomerler qo'shildi. Bizlere eng gerekli tarafından foydalandık o'zi. Boshqa dostuplarni nastroyka dostupi. Bu yerda aloqador taraflarimiz yo'q. Bo'ldi, bizlar asosiy shu xavfsizlikni saqlash ikki bosqichda parol yoqish kerak edi. Endi KBda lishniy informatsiyada o'zimiz haqqimizda ma'lumotlarni o'zgartirdik.